Assalamualaikum, hörmətli qərindaşlar. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. George Soros BlackRock şirkətinin Xitay besimini milyardlar və səxavətçilərin dünyanın ikinci çoğun iqtisadi küçüge məbləğ sezişine qarta qo'llangan usulini xəridarlarning puli və Amerika Qo'shma Shtatlarının bexatarligiga qarta bir xatar deb aybladi. Soros Wall Street jurnaliga yozgan bir maqolasida hozir Xitoyga milliardlarcha dollar sarf qilmoq bir xatar. U BlackRockning xaridorlarining pulining yo'qolishiga sababchi bo'lib qolmay, hammadan muhimi Amerika va boshqa demokratik davlatlarning davlat bexatarlik manfaatiga ziyon yetkazdi dedi. BlackRock Xitoyning mulk boshqarish kasbiga yetakchilik qilmoqda. Dunyoning eng chong pul direktori davlatning tunji chet el sarmoya mablag' fond shirkati tasdiqlangandan keyin Xitoy shaxslarni mablag' mahsuloti bilan ta'minlashga boshlagan. Soros o'tgan oy boshqa bir jurnalda Xi Jinpingni dunyodagi ochiq jamiyatlarning eng xatarli dushmani dedi va Financial Times'ga qurultayning mablag' boshqaruvchilarining mablag'ini amaliy boshqarish qurilmasi ham suzuk ham manfaatdorlar bilan moslashgan shirkatlar bilan cheklanadigan bir qonun chiqarish kerakligini aytdi. Dunyodagi ta'sir kuchi nihoyatda cho'ng bo'lgan ikki pul boshqaruvchisining o'xshamagan ko'z qarashlari Osiyoning eng cho'ng iqtisodiy gavdasidagi pul muomala shirkatlari duch kelgan vaziyatni texnik jiddiylashtiryapti. Xi Jinping chet el mablag' solg'uvchilarning ichki bozorlarga qaytilishini qulaylashtirsa, xususiy egilikka bo'lgan kontrolni kuchaytiradi va tor bexatarligidan tortib kishilik huquq dafsanchiligiga qadar Amerika bilan qarshilashyapti. Soros yana BlackRock direktorlarining cho'qim Xitoyning uy mulk bozorida g'oyat zo'r kirisish yuz berganligini bilishi kerakligini o'rtaga qo'ydi. Gerçi Soros yanada Amerika prezidenti Joe Biden Demokratlar partiyasining ta'sir kuchiga ega qo'llovchisi bo'lsa-mu, ammo u endi sirtdagi pulni boshqarmaydi va Wall-Street'dagi asoslarning ovozi. Soros bugun Amerika bilan Xitoy diktator va demokratik tuzumdan iborat ikki boshqarish tuzumi o'rtasidagi hayot mamotliq to'qinishga qatnashdi dedi. Şərq Türkistandakı Uyğur və başqa türkiy millətlərinin xəterlik əhvalını arıqlaşdırğan Amerika və Rusiya girajlarını Ganabunining qo'shni davlat Qozog'istonga kirishi cheklangan. Ganabunin eng az bo'lgandimi 25 kishining sonliq ma'lumot ombirini turg'izgan. Qozog'iston Beyjingning Şərq Türkistondagi siyosatiga moslashgan bir necha O'rta Osiyo turk davlatlarining biri. Nurg'ulg'an qozoqlarning Şərq Türkistondagi qozoqlar bilan oila bog'lari bor. 36 yoshlik Bunin muxbirlarga davlatga kirishni cheklagan bir hujjatning ko'paytirilgan nusxasini ko'rsatdi va buni Qirg'izistondan Qozog'istonning poytaxti Olmutaga kelganda Qozog'iston doiralarining berganligini, 2020-yili eng oxirgi qatim ayrılishdan burun 2 yil yashagan bu davlatdan qo'g'lab chiqarilishini o'ylamaganligini, buning asosliq sababining Şərq Türkistondagi Xitoyning lagerlari bilan munosabatli xizmatlar bilan aloqador ekanligini, qozoq doiralarining yerlik faoliyatchilarini nazardan va rahatsız qilib Şərq Türkiston uchun faoliyat qilayotganlarni tozalayotganligini aytdi. Qozog'iston bexatarlik komitetining chegaradan chiqarish ishlariga mas'ul xodim chegaradan chiqarish sababini aytmadi. Qozog'iston bexatarlik komitetining chegaradan chiqarish ishlariga mas'ul xodim chegaradan chiqarish sababini aytmadi. Tashqi ishlar bayonotchisi voqea bilan munosabatli hech bir ishdan xabari yo'qligini aytdi. U diktator jahannamiga qarab mangan Qozog'istonni tabriklayman deb yozdi. O'tmishda Against France Press bilan hamkorlashib ishlagan Buninning bultur O'zbekistonga kirishimi cheklangan. Yerlik temir yo'l tarmoqlarining aytishicha, atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonidagi asosliq temir yo'l porti Alatav eg'izi va Xorgos porti 2021-yilning oldingi 8 oyida 8 mingdan ortiq Xitoy Yevropa yuk poyezdi sayohatini bartaraf qilgan. Alatav o'tkilida mezgillik sayohatining eshish nisbatining 28,4% bo'lganligi, boshqa portning Xitoy Yevropa yuk poyezdi sayohatining oldingi yiliga solishtirganda eshish nisbatining 40% ga yaqin bo'lganligi doklad qilindi. Bu mezgilda poyezdlar Alatav eg'izidan taxminan 3 million 100 ming tonna yuk tashigan bo'lib, eshish nisbati 47,9% bo'lgan. Xorgos porti orqali 6 million tonnadan ortiq yuk to'shilib, o'xshash mezgildagidan 50,9% oshgan. Hozir Alatav eg'izidan o'tadigan Germaniya, Polsha, Belgiya va Rossiya qatorliq 20 necha davlatga tutishadigan 22 yo'ldan 200 xildan ortiq mal to'shiladi. Shuningdek bir vaqtda Xorgos porti hozirga qadar 18 davlatni tutashtiradigan
36 Xitoy-Yevropa yük poyezi liniyasini yo'lga qo'ydi. Mustafa Kemal Atatürk tirishmay, charchimay, o'rganmay rohat yashashning yo'llarini izlashni odatga aylantirgan millat oldi bilan izzat hurmatini, andin mustaqilligini yo'qotishga mahkum. Biz uchun ya mustaqillik, ya o'lim bor. Ammo do'stlar, biz o'lmaymiz. Mustaqilligimizni saqlab yashaymiz. Millatimizni mustaqil ko'rganligimizdan har vaqt xushal bo'lamiz degan. Hammamiz uchun birla tanlashba. Sharaf, g'urur, insonlik, nomusni saqlab yashash uchun mustaqillik yo'lida harmay talmay izchil tirishchanlik ko'rsatmak. Buningda durustlik, fidokorlik, chidam, tavranmas iroda, qat'iy ishonch kam bo'lsa bo'lmaydigan omillardir. Saxtipazlik, ko'zbo'yamchilik, shuhratparastlik, shaxsiy manfaatni ustun o'ringa qo'yish, xiyonat, mustaqillikqa erishishga putlakashon bo'ladigan, insonni chuprandilashtirib, katta mukofotga erishishdan mahrum qoldiradigan illatdir. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil olish uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.